Testga o'xshagan shina bor. Ha, shina freka. Taqing, sababi chap oyog'ingizda chala chiqishi bor, o'shaning uchun yozgan. Aytdimi? Mana yozib berdim. Parafin, общий massaj, elektroforez, mana shu hozirgi aytgan narsani hammasini shina freka 4 oy debdilar. 4 oyda ishlagan. 4 oy debdilar, bilmayman. 3 oy ham yetadi. No, doktor aytganini qilinglar. Oysiz sizlarda sizlarni mana ma'mur golovkalar bor. O'sha mana ma'murdan bo'lishi kerak. Mana shunday bo'lishi kerak. Bu hozir 4 oylik bolaning golovkasi. Bu bir. Mana bu shentin deyiladi. O'sha yerda obryv bor. Bu quymochkasi yaxshi o'smagan. O'shaning uchun ham sizlarga shina yozishgan, lekin 4 oy deyishibdi. Обычно 3 oy deyishardi. Omadinglarni qilishadi.